Salom sizlar bilan men Baxse bugungi videoda biz o'zingizlar o'tgan safar aytganini Minecraft yaxshimi yoki anavi yangi chiqayotgan o'yinmi deb so'ragandim. Sizlar Minecraft deb o'yladim shuning uchun shunga men mod qo'shib katta Granny'ni dadasini avlodini dadasini ya'ni Vardinni shu Granny uyida ko'rib ko'ramiz. Nima deysiz? Bir minutda do'stlar, mana o'zimizga cho'tka qilib maslahatlar tayyorlaymiz. Mana bu. Birinchi o'rinni bilasizlar. Yo'qman, lekin yetibdi. Jigarlar, menga o'yin sal yoqdi. Lekin Minecraft legenda bo'lib qoladi. PUBG o'ynaydigan, PUBG yoki Minecraftdagi obunachilarim ham bo'lsa kerak. Sizlarga PUBG o'ynaydigan obunachilarim sizlarga qaysi biri yoqadi? Minecraft yoki PUBG? Kommentariyada yozasizlar. Minecraftga obuna, PUBGga like. Qaysi biri ko'proq bo'lsa, shu videoni ko'proq chiqaraman. Menga bu qishdimi qiziq emas. Men yoshligimdan beri Minecraft o'ynab kelganman, shuning uchun men Minecraftga qiziqishim bor. Sizlar qaysi yaxshi desanglar, men xohlagan shu videolarni chiqaraveraman. Menga qiyin emas, oson emas. Hammasini eplayman. Sizlar yozib, like bo'lib, obuna bo'lib qo'ysanglar, qaysi biri zo'r qilib yoqsa, ashini chiqarib beraman. Hop. Bunday bo'lsa, artefakt bilan serverda ulanishim kerak. Artefakt bilasizlar, hamma sizlar. Hali ko'k qoraga bo'lmayman, shuning uchun mana shu menga degan sizlar epikroq bo'lsa yashaydi qarab. Lek olsa epik sahna. Bu ham yaxshi, lekin Vardinli yoki mana shu like bosib obuna qo'yasizlar shuning uchun. Like bosib obuna deb so'rayman, chunki sizlar bizda borishi mumkin.